Do'stlar, bugun sizlar bilan shu ikkita jaydari frontalniy pogrushkalarni bir-biridan farqini ko'rib chiqamiz. Bu texnikamiz 1.8 kub, bunisi esa 1.5 kub. Texnikamizning og'irligidan boshlaydigan bo'lsak, bu texnikamizning og'irligi 8 tonna 200, bunisi esa 6.5 tonnani tashkil qiladi. 1.8 pogrushkamizning yukni ko'tarish vazni 3 tonna, 1.5 niki esa 2.5 tonna. Maksimal baland ko'tarishi 3.700 m, buniki esa 3.600 m. Texnikamizning motor qismiga keladigan bo'lsa, ikkala texnikamizda ham yukchak motor, turbo kompressor, apparatur, avtomat korobka. Bu texnikamizda 140 ta ot kuchi, 6 ta silindr, bunisida esa 120 ta ot kuchi, 4 ta silindr. Do'stlar, salon qismida konditsioner, pechka, ventilyator, radio sistemalari hammasi mavjud. Operator uchun juda qulay. Ikkala texnikamizga garantiya bor, 1 yil или 1000 matachas, servis xizmatlari ham bor. To'lov turlari lizing, kredit, перечисление. Sizni ishingiz uchun qaysi texnika qulay? 1.8 yoki 1.5 kubli texnika?